Bugun bitta stol atrofida IELTS studentlarini eng ko'p qiynaydigan 30 ta savol va bu savollarga javob berish uchun kelgan ikki kuchli ekspert. Biri O'zbekistonda ta'lim olib, IELTS dan 9 natijani qo'lga kiritgan, hozirda Namangandagi yagona Niner Samandar. Va ikkinchisi Arizona universiteti talabasi, Amerikadagi hayot va IELTS 8.5 sohibi Rustam. Ikki xil sistema, ikki xil yo'l, ikki xil mindset. Lekin bitta maqsad. IELTS haqida studentlarni qiynab keladigan savollarga javob berish va ular bilmaydigan sirlarni ochish. Bu oddiy podkast emas. Bu yuqori ball ortidagi psixologiya, strategiya va real mexanizmlarning ochilishi. Shuning uchun diqqatingizni jamlang va IELTS haqidagi eng muhim suhbatlardan biriga tayyor bo'ling. Chunki bu podkastdan keyin siz IELTS ga umuman boshqacha qarashni boshlaysiz. Boshlayverasizmi? Yo'q, boshlaring. Bo'ldi. Qani? Task 2 ni savolini noto'g'ri interpret qilib qo'yishdan qo'rqaman. Xo'p. Noto'g'ri interpret qilib qo'yishdan qo'rqaman. Ya'ni endi bu savol tushunmayman demoqchi-da, endi to'g'rimi? Xo'p, ancha spesifikroq savol ekan-ki. Endi tushunmaslik o'zi muammo qayerdan kelib chiqadi desak, birinchidan eng birinchi muammosi vocabulary bo'ladi. Ya'ni biror bir so'zni noto'g'ri tushunib qo'yishi mumkin. To'g'rimi? Endi yana boshqachasiga nima bo'lishi mumkin o'zi? Yoki grammatika strukturasida adashib noto'g'ri tushunib qo'yadimi? Noto'g'ri tushunib qo'yaman deganda masalan, xo'p, mavzu berilsa, qanaqadir tarafini olib turib, noto'g'ri fikrga ketib qolish, off top ketib qolaman degan ma'noda gapirgan bo'lishi mumkin. Masalan, yozayotganda boshqa fikrga ketib qolish. Ko'p o'quvchilar o'sha men kelishadi, teach off top ketib qolyapti deydi. O'zi tushunsa ham noto'g'ri talqin qayda paydo bo'ladi? Ba'zi paragraf yozayotganda o'sha noto'g'ri tarafga qarab burilish bo'ladi-da. Shunaqa bo'lishi mumkin. Menimcha bunga davo aytaylik birinchi o'rinda plan tuzib olish bo'ladi. O'zi brainstorming period bo'ladi-ku. O'sha narsaga o'zi menimcha ko'p o'quvchilarga vaqt yo'qotaman deb turib e'tibor bermasagan-u, lekin o'sha boshida sarflanadigan o'sha 5 minutcha vaqt bu yoqda o'zi aslida ko'p vaqtni tejab qoladi yoki o'sha off topicdan chiqib ketishdan to'xtatib qo'yadi-da. Lekin o'sha men ko'p kuzatganim, o'quvchilar o'sha narsaga hop deb qo'yadi-yu, lekin baribir plansiz boshlab qo'yar ekan-da. Men o'sha narsani o'zi uchun habit qilib, o'sha 5 minut konkret ajratish kerak menimcha baribir brainstormingga. Yaxshilab o'ylab chiqish kerak. Bir 8 tacha holat jihatidan, masalan, o'sha berilgan mavzu tabiat jihatdan individual o'ziga, jamiyat, keyin ekonomika, xo'p, keyin psixologiya, keyin health. Shu 8 ta bir jihatdan qanaqa ta'sir o'tkazadi desa, salga fikrlashga o'sha mavzu bo'yicha fikrlashga surib beradi-da. Albatta o'sha not qilish kerak deb bilaman. Chunki plan o'zini miyasida tuzgani bilan baribir esdan chiqib qoladi-da odamlar. O'sha not qilib off topic chiqmaslik uchun baribir idealarini qaysi taraf tanlagan bo'lsa, agarda agree disagree endi opinioniyasi bo'ladigan bo'lsa, boshqaligi o'sha nima yozish kerakligini menimcha baribir yozib olish kerak. O'zi bitta so'z bilan bo'lsa ham menimcha o'shanda muammo chiqmasa kerak menimcha. Shunaqa, keyin o'sha planningda ham ko'p CTI yozadilar, essay yozayotganda varaq qilib planning qilsa yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki beradi, adashmasam. Beradi, varoqqa endi motor skill ishlaydiku, handwriting qilganda. To'g'ri. Shunaqa. Menimcha shu yerda interpret qilish, misinterpret qilish asosiy sababi shu planning qilmaslik demak. To'g'ri. Aytma. Juda ham ko'p common savol. True, false, not given savollarda doim adashaman. Ayniqsa not given-da. Not given not given-ni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Not given degani masalan hech narsa berilmagan deb o'ylaydi. Not given degani not given-ki to'g'rimi? To'g'ri, literally shu qiladi. Not given degani misol uchun not given asli beriladi. Ichiga ko'p narsa beriladi. Masalan, ismlar, Australia degan bo'lsa, Australia degan narsa beriladi. Yil bo'lsa, yil beriladi. Ya'ni nabrot yil bilan anaqa proper noun bo'lgan bo'lsa, topishga osonroq bo'ladi ham. Endi menimcha bitta ozgina training qilish kerak. True, false, not given ga specific question type based training qilish kerak.
Ya'ni not given asosiy ajabtirgan narsa bu o'sha har bitta gap cause and effect formulada tuziladi. Ya'ni subject unaqa objectga o'sha verb cause bo'ladi. Ya'ni cause bu subject bo'ladi, object bu effect bo'ladi. Ya'ni o'sha o'rtasidagi aloqa agar vague bo'lsa yoki unclear, noma'lum yo noaniq bo'lsa, o'shanda not given bo'ladi. Bu prosta train qilib ko'rish kerak. Sizda qanaqa gap? Menda o'zi to'g'risini aytganda o'zi true false not given haligi my nemesis desa ham bo'laveradi. Nimagaki readingda agarda xato chiqadigan bo'lsa, o'sha true false not given chiqadi-da. Bu narsani haligi ko'pincha holatlarda qaydaligini farqi yo'q. Masalan, 3-passageda bo'lsa ham xato chiqib qolib, ba'zida qarasam 1-passageda bo'lsa ham haligi true false not given'da xato qilib qo'yadigan holatlar ham chiqib qoladi. Endi men o'zim qo'llaydigan strategiya main ideyasiga qarayman. Savolni main ideyasi bilan o'sha agar javob chiqqan joyi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda tekshiraman-da. Masalan, main idea bir xil, lekin additional information sal boshqacha bo'ladigan bo'lsa, значит false qilib olaman. Additional information bir xil bo'lishi mumkin, lekin main idea umuman boshqa narsa haqida gap ketayotgan bo'lsa, o'sha narsani not given qilib olaman. O'sha siz aytgandek, not given degani bu umuman o'sha narsa berilmaydi, aytilmaydi degan narsa emas. Menimcha endi hammani o'zini qanaqadir individual approach bo'ladi bu savolga. Men o'zimda shunaqa o'quvchilarga oddiyligi tushuntiradiganim, masalan, oddiy qilib example beraman. O'shani tushunishga o'ta oson bo'ladi. Masalan, questionda I like apples bo'ladigan bo'lsa, endi passageda I bought apples. Bu yerda I bought apples bor ikkitasi ham, lekin bu yerda I like apples deyapti, bu yerda I bought apples deyapti. Значит, mashina masalan not given qilib beraman. Endi false qanaqa bo'ladi deganda, masalan false'da yoki umuman teskarisi bo'ladi deyiladi. Masalan, I like apples, bu yerda I don't like apples deyilgan. Endi bu yerda I like apples bergan bo'lsa, bu yerda I like oranges deb bergan bo'lishi mumkin. Deb turib, ashuna qilib oddiy qilib tushuntiraman. Endi baribir IELTS'da masalan subject nima oddiy I qilib olgan bo'lsam, unda bir noun phrase qilib berish mumkin. Bu yerda objectni ham birorta closely birorta object qilib bergan bo'lishi mumkin. O'sha taraflardan masalan oddiy konsepsiyasini tushunishga jar qiynalmaydi o'quvchilar, lekin mana bu so'zlarni ko'proq qilib, uzunroq bo'lganda o'shanda chalkashib ketib qoladi. Shunaqa, endi bu yerda hozir shu false degani ham false ham ko'p chalashadi. Ko'pchilik false ni ham masalan true false, aniq true bo'lgan joyda ham false qilib qo'yadi, ba'zida not given bo'lgan joyda false qilib qo'yishadi. O'sha men bergan example ko'pincha o'sha bir kishi aytaylik Anvar sinfga eng erta keldi degan example bo'lsa, question bo'lsa, passageda Anvar sinfga eng birinchi keldi. Paraphrase, tushunadi, bu true. Endi bu yerda Anvar sinfga Zohiddan keyin eng birinchi keldi. Unda bu false bo'ladi. Endi savolda question aytadiki, bugun ko'p o'quvchilar, xususan Anvar ham darsga erta kelishdi. Bu yerda lekin solishtiruv yo'q. Shu not given'da asosiy narsalardan bittasi solishtirish bo'lmaydi. Masalan, mana shu research bitta qanaqadir topilmani topish eng qiyin bo'ldi researchlarga desa, u ma'lum solishtirish bo'lmasa, unda not given bo'ladi avtomatik. Shunaqa holat. Bu taraflarni lekin to'g'risi men o'ylab ko'rmagan ekanman. Solishtiruv taraflarni. Idea baribir menimcha bir xil bo'lsa kerak. Shunaqa, baribir idea bir xil bo'ladi. Keyin o'sha keywordlar bilan ishlash, eng muhimi shu paraphrase bilan ishlashga bir taqaladi. To'g'ri. Ketdimi? Bitta ekan. Xo'p. So o'zimda bo'lgan deylik. Muammolardan har safar vaqt yetmay conclusionni shoshilib yozaman. Xo'p, to'g'risini aytganda writing taraflama o'zim birinchi marta IELTSga tayyorlanganimda ham balki juda eng og'riqli tarafi menda hech qachon 1 soatda o'sha task 1ni, task 2ni tugatib olmaganman. Shu paytgacha IELTS topshirgan bo'lsam, 3 marta topshirgan bo'lsam, o'shanda birinchi topshirganimda ham yetmaganda, 3 marta topshirganman, o'sha ikkitasida vaqt yetgan, conclusionlarni hamma narsani yozishga, qolgan paytda practicelarda ham biror marta men vaqt yetmaganda, o'sha haligi lucky bo'lib qolganman 2 marta imtihonda. Bu taraflama endi conclusionni shoshilib yozaman. Endi men o'zim qilgan muammodan, o'zim qilgan yechimdan kelib chiqadigan bo'lsam, xo'p, o'sha planningga baribir vaqt ajratish kerak ekan, chunki o'sha boshida men ham tayyorgarlik ko'rganimda
plan qilmasdan haligi sразу yozib ketish boshlarimda, keyin body paragrafda endi nima yozaman deb turib o'ylab qolardim. O'sha haligi ko'proq vaqtimni olib qo'yib, keyin oxiriga borganda haligi conclusionni haligi rush qilib yozib qo'yardim. Endi o'sha planningga menimcha 5 minutda aymasdan sarflash bu yoqda keyinchalik haligi vaqt bemalolroq yetishiga olib keladi deb o'ylayman baribir. Shunaqa. Biz conclusion bu shunchaki body paragraph va contentni shunday ko'chirib qo'yib, opinion yozib qo'yish. Menimcha o'sha conclusion bilan introductionga yaxshi templatelarni shunday o'ziga olish kerak-da, o'sha templatelar bo'yicha ishlash kerak. Lekin templatelar bo'yicha katta nyuans ko'pincha o'quvchilar templatelarni bo'lib template ishlatar ekanman deydi, template ishlatib turib xato qilib qo'yadi. Noto'g'ri joyda ishlatib qo'yadi, to'g'ri. Haligi o'zgartiradigan joylarini haligi shuni o'zgartirmasdan ketadigan holatlar ko'p bo'ladi. O'sha yana bitta narsa, men o'zimni ham haligi ko'p worry qilgan narsa o'sha paytlarda endi aytamiz, haligi body paragrafda aytilgan narsalarni paraphrase qilib turgani qaytadan mention qilinadi. O'sha repeat qilib qo'ysak, haligi balamiz tushib ketmasmikin degan narsa, masalan, o'zimda menda shunaqa bo'lardi. Shuning uchun qanaqadir haligi boshqacharoq conclusion yozishga harakat qilaverardim. O'sha taraflama ham haligi o'ylanib qolib ketib qolardi. No, haligi men yaqinda o'sha Pauline Collins narsa kitobini o'qiganimda haligi don't be afraid to repeat your ideas in the conclusion deb turib o'zi aytib qo'ygan ekan, aynan o'shandan keyin aznachlanchi bo'laverar ekan shekilli deb turib u narsaga haligi worry qilmaydigan bo'ldim. Shu conclusionda asosan masalan aytaylik body paragraphda greater affordability deb yozgan bo'lsa, bu yerda less expensive yoki cheaper version yoki cheaper option deb turib yozadi. Ish bilan shu narsa. Lekin bu yerda o'sha paraphrasing yaxshi bo'lish kerak-da. Ideyalarni aniq bilish kerak. Body yaxshi yozilgan bo'lsa, conclusion o'zi tez yoziladi. To'g'ri. Asosan o'sha body paragraphlar o'sha decisive hisoblanadi. Right. Aynen. Speaking paytda ichimda xato gapiryapman degan ovoz to'xtamaydi. Shunaqa nido bo'ladi. Xo'p. Endi bu narsa qayerdan paydo bo'ladi? Bu narsa menimcha psixologik narsa, chunki ko'pincha o'quvchi o'sha mock topshiravergan bo'lsa, bali past chiqavergan bo'lsa, bir xil feedback berilavergan bo'lsa o'quvchiga, grammar past, grammar past, vocab past deb, o'quvchida shunaqa anxiety paydo bo'ladi, xavotir, har doim o'sha narsani o'ylab qoladi-da. Buni asosiy sababi o'sha feedbackka sraz ishlab, sraz o'sha root cause eliminate qilmasligi hisoblanadi. Ya'ni ildiz sababni shuni yo'qotish kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda endi buni yo'qotish uchun eng yaxshi, eng tez davo hammaga ishlaydigan davo bu fluencyni oshirish deb o'ylayman. Agar fluency yaxshi bo'lsa, fluency o'zi masalan ravon gapirib ketish, hech narsaga qaramasdan, grammar xato qilsa ham yoki boshqa narsa qilsa ham maqsad fluencysi, ya'ni fluency yaxshi bo'lishda, yaxshilashning maqsad siz bilan gaplashayotgan inson siz fikringizni to'liq tushunishini ta'minlash. Masalan, chet elda o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, masalan, xato gapiradigan qanaqadir insonlar kelganda, to'g'rimi? Immigrantlar bir har xil joydan. Ular hech qachon xato gapiryapman-ku, unaqa deb o'ylamagan. Bu yerda asosiy narsa o'zini fikrini haligi gapirayotgan odamiga yetkazib berishda. Shu narsa masalan ko'p o'quvchilarni speakingdan yaxshi ball olishiga to'sqinlik qiladi deb o'ylayman, chunki baribir endi tan olish kerak, exam pressure degan narsa ham bo'ladi. Ingliz tilini o'rganayotganlar ingliz hozirgi holatda ko'pincha ingliz tilini emas, ingliz tilini o'rganyapman emas, balki IELTSga tayyorlanyapman degan haligi conception bilan o'rganadi-da. Shunda menimcha shu taraflama ham bosim bo'ladi deb o'ylayman, chunki agarda ingliz tilini o'zini o'rganyapman degan narsa bilan yursa, fikr bilan yursa, qanchalik haligi xato gapirsa ham menimcha muammosiz, bemalol, haligi qo'rqmasdan gapira olgan bo'lardi. Bu yoqda imtihon xayoli bilan yurganda, hozir bunaqa desam balim tushib ketadi degan narsa bilan bo'lib, даже ko'p o'quvchilar gapirmasdan ham qo'yadi. O'zim IELTS guruhlarimda ham masalan
polni faqat ingliz tilida gapiriladigan bo'lsa, ba'zi bir studentlar o'sha xato qilsam hozir meni ustimdan kuladi degan narsa bo'lib turib, darsda gapirmaslikka ham harakat qiladi iloji boricha. Lekin bu narsa endi baribir noto'g'ri, chunki hech kim hech qachon haligi ingliz tilining grammatikasini yoki teoriyasini qanchalik ko'p o'rganib perfect qilgani bilan u o'shandan keyin sразу haligi bemalol bitada ingliz tilida zo'r gapirib keta olmaydi. Uning uchun baribir practice kerak. Menimcha o'sha ko'proq practice bu yoqda haligi imtihon xayoli bilan emas, shunchaki ingliz tilini o'rganyapman. O'sha qancha ko'p xato qilsa, okey, shunaqa xayoli bordir, xato qilyapman degan, no bu narsa o'ziga yaxshi narsa bo'lishi kerak, chunki qanchalik ko'p xato qilsa, o'sha xatolar o'shanchalik tez to'g'rilanadi va o'sha xatolar o'shanchalik tez yo'qoladi. Shunaqa, yana narsa menda ham bo'ladi, unaqaga feeling ichkaridan shunaqa bir kishi gapirib turadi, xato qilyapman, gapirmay yo xato qilib gapirib qo'ysam, shu qanaqadir so'z noto'g'ri talaffuz qilib qo'ysam, o'sha so'z bilan kursdoshlar masalan aytardi, like o'sha so'zni laqab qo'yib berishadi. To'g'rimi? Masalan, ularda 12 degan so'zni noto'g'ri talaffuz qilganda bitta o'ta kursdoshim anchagacha shunaqa maza qilib yurgan. O'shandagi 12 ikki marta o'ylab talaffuz qilgan bo'laman. Xo'p, lekin menimcha bu narsa menga katta yordam bergan narsa bu self talk hisoblanadi. To'g'ri. O'ziga gapirish, o'ziga gapirganda hech kim xalaqit bermaydi, hech kim o'zini criticize qilmaydi. Ya'ni flow, bemalol, relax gapira oladi. To'g'ri. Mana shu self talk yaxshi aytdingiz, chunki masalan men ham o'zim eslayman, o'zim 5-etaplarda o'qib yurgan paytlarimda o'sha bizdan researchdan so'ralardi. O'zim birorta passage shuni olardimda, o'qigan passagimni, so what's the main idea deb turib, o'zim shuni rekord qilib turib, shunga javob berardimda, keyin eshitib chiqardim, o'zim qanaqa javob berdim ekan deb turib. O'sha narsa men uchun juda yaxshi, o'zini o'zi analiz qilishi. O'shanda ham o'zi to'g'ri haligi o'zi qilayotgan xatolarini ba'zilarini bilmasligi mumkin, lekin o'zingiz biladigan xato, masalan, people is degan narsani baribir hamma haligi biladi-ku, masalan, elementarydan o'tgandan keyin o'sha bu narsani hamma biladi. Bitada eshitganda bu yerda xato qilyapman degan narsani o'zi tushunib yeta oladi. Menimcha o'sha ham ancha haligi xatolarni baribir yo'qotishga yordam beradi, to'g'ri. Keyin narsa o'sha speaking examda speaking exam sразу javob beradigan, spontaneous exam bo'lgani uchun baholash unaqa qattiq emas. Ayniqsa grammar tarafdan 2-3 ta xato qilib qo'ysa, orqaga o'zini takrorlab o'sha xatoni to'g'rilab ketib yoki boshqa bo'ladigan muammo qaysidir so'zni ishlataman deb kiradida, uch so'z ishlata olmay qolsa, yana orqaga qaytib yana o'sha fikr berib, yana nasihat. Hech qachon men bilmayman, tasavvur qila olmayman, chet elga borganingizda birorta inson bilan gaplashasizda, sizlar Amerikada gaplashasiz. So'ng gapirdingizda keyin bo'ldi, tushundim deydi-da. Undan keyin nima bo'lyapti? Siz ana so'zni ishlataman deb turib, unga gapirasiz. O'sha katta xato haligi nima desa, ba'zi bir YouTube shortlarda ham chiqib qoladi, haligi mana so'zlardan foydalansang, haligi baling ko'tariladi degan narsalar bo'lib qoladi. O'sha narsaga ko'p o'quvchilar ishonib qoladi-da, keyin o'sha so'zni yodlab olib turib, o'sha so'z atrofida haligi qanaqadir javob berishga harakat qiladi. U narsa o'ta xato. Haligi yodlasa nima 5 ta 10 ta shunaqa so'z yodlar, balki o'sha 5-6 tasini ishlatishga ham okey ulgurar. Ideyasi ham endi qanaqadir bir orta sloppy idea chiqadi, o'sha atrofida yaratilgan. Bu bitta 5-6 ta so'zni o'ziga qarab turib baribir bal qo'ymaydi. Bu yoqda o'zi qanaqa gapiryapti, qanaqa structure ishlatyapti, bitta so'zni o'ziga qaramaydi-ku. O'sha narsalar baribir misleading informationlar ham rol o'ynaydi. O'sha self talk haqida, ya'ni uyga shu ishdan o'qishdan ishga uyga qaytayotganimda kechki payt o'zimga gapirib ketardim, inglizchalab. Ba'zida shuni o'ylardim, ko'chada gapirib ketardim. Ko'cha to'la odam bo'lardi, ba'zida o'ylardim, alga o'zim gapirsa xato bo'lmaydi deb. Lekin shunaqa fikr kelgan. Agar men o'zbek tilida gapirsam, o'zim odamlarni jinni deb o'ylaydi. Lekin ingliz tilida gapirsam, hech kim tushunmaydi, keyin bu bola darsni qilayotgan deb o'ylaydi. Shuning uchun agar sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar, agar odamlar jinni deb o'ylamaydimi sizlar, mana deb o'ylasanglar, ingliz tilida gapirsanglar, unaqa deb o'ylamaydi hech kim. Hop, shu asosan o'sha so'z muammosi bo'lyapti bu yerda. So'z, grammatika uncha ko'p xato qilsa ham davom etaverish kerak. O'sha xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Eng muhimi o'sha xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. O'sha psixologik barrier olib tashlasa, o'sha ancha haligi o'sish katta bo'lib ketadi speaking taraflama. Chunki qo'rqmasdan gapiraveradi xato qilsa ham, xato qilganda sразу boshqalar to'g'rilaydi. Men eng ko'p aytadigan narsa, xo'p, kuladigan bo'lsa, kulishdan qo'rqsang, okey, kulsin, sen ustingdan kulsa, yana qaytib o'sha xatoni qilmaysan
deymanda, chunki rostda haligi birorta xato qilsak, biror kishi ustimizdan o'shani deb kulsa, o'sha narsani qaytib qilmaymizda. 12 rank. Albatta. Shunaqa bitta case bo'ldi, bitta o'quvchi bilan Qozog'istonda yashaydigan o'zbek o'quvchi menga yozdi 5 speakingga kamida 6 qilish kerak. Чтобы 5,5 ball olish uchun-da. 5,5 ball olsa keyin visa approve bo'ladi, ketadi shu bilan. Koreyaga o'sha keyingi goalga move on qiladi. Keyin u bilan smoke qilyapman, aytyapti yaxshi gapiryapti-yu, bor-da unda fluency. Bor-u, lekin o'sha grammarni deb to'xtab qolaveryapti, ba'zida o'zbekcha ham gapiryapti. To'xtang boshladi dedi mockda. Keyin men aytayapman, davom etavering. Xuddi mana shu hamma aytadigan ikkilanib unga singdirdim. Ikkita mock qildik. Keyin aytdi, unga resurslarni tashlab berdim. Hozir vocabulary yodlaysiz, grammar yodlaysiz. To'g'ri foydali bo'ladi, lekin ko'proq shadowing qilib, pronunciation to'g'rilab, ya'ni clarity of speech, ya'ni sizni tushunishingiz osonroq bo'ladigan holatni yarating. Fluency xato qilsangiz ham davom etavering dedim. 2 hafta shu bo'ldi. 2 haftadan keyin u menga rezultatni tashlatdi. Natijasi speaking 6,5. Ya'ni u aytayapti, hech kim lekin ishonmaganda, birinchi shu intervyuda aytgandim, 6,5 ham ola olasiz bir oyda deganda u o'ziga ishonmadi. Uni atrofidagilar ham, uni o'qituvchisi ham, o'sha oldingi o'qituvchisi ham olishingiz qiyin, ya'ni o'qishingiz kerak 6 oycha deb aytganda, lekin u bola shu isbotladi, что fluency gapirish uchun muhim narsa narki inson sizni tushunishi. Shunaqa. Shu to'g'ri. O'zingizni fikringizni to'g'ri yetkazib bera olsangiz, o'shanisi eng muhim, to'g'ri. Shunaqa. Hop. Menimcha hozir bu narsa haqida gaplashgan bo'ldik. Gapirayotganda grammarni o'ylab flowni yo'qotaman. Bu narsa ham to'g'ri. O'shada hozir menimcha bu narsani tushuntirib bo'ldik. O'zi speakingga kirganda ancha narsani gaplashib. Qani. Hop. Okay, hop. So'z bilaman, lekin gap ichida ishlata olmayman. Vocabularyni qanday qilib aktiv qilish mumkin? Global issue. U ko'pchilik menda ham bo'ladigan endi. Vaqt o'tgan sari o'rganilar ekan qandaydir. Hop. Endi o'zim qiladigan usulni, o'zim o'quvchilarimga maslahat beradiganimni aytayin unda. Hop, vocabularyni to'g'risi qaysidir levelga chiqqandan keyin men vocabulary yodlashni to'xtatganman desam ham bo'laveradi. Faqat masalan qanday qilib endi bilgan vocabularyimni passivdan aktivga. Endi eng birinchi usuli menimcha bu example tuzish deb o'ylayman. Masalan birorta so'z yodlandimi, endi o'sha so'zga aloqador example'larni tuzish kerak. O'sha so'zga aloqador balki phraslarni yodlash kerak, collocation qilib turib, word family qilib turib yodlab chiqish kerakmikin deb o'ylayman. Baribir menimcha oddiy example tuzish o'zi bilan to'xtab qolmaslik kerak. O'sha example'larni haligi read out qilish kerak. O'zini speechida iloji boricha qaysidir situationlarga moslab turib, balki holatlarni imagine qilib o'sha yerda mana shunaqa deb ishlataman degan narsani xayolga ham singdirish kerakmikin deb bilaman. Endi bilmadim. Passive vocabularydan active vocabularyga shunchaki bitta so'z yodlab turib yodlash o'zi baribir o'sha yetmaydi-ku. O'sha ishlatish kerak deyman-da. Endi bilmadim, balki generalize qilib qo'yayotgandirman. Menimcha bu yerda ilgari masalan qiyin edi. Rostdan siz aytgandek o'sha grammar misol tuzib chiqish, example tuzib chiqish, vocabularyni o'sha activate qilish juda ham qiyin ishda. Bitta vocabularyni tekshirib chiqish kerak, misol uchun turli xil joylardan, Longmandan, yerda Longmandan go to dictionary, keyin undan boshqa dictionarydan tekshirib chiqiladi. O'zbekcha lug'atlar jami qaytadan Google Translate hatto tarjima qiladi. Keyin Slovit degan lug'at bo'ladi. Xullas, vocabularyga kelganda, shunaqa ma'lum bir daraja yetgandan keyin bu ko'pincha o'sha IELTS 7,5-8 atrofidagi o'quvchilar uchun-da, to'g'rimi? Asosan. Siz writingga 7 da xot qo'yganlar uchun, asosan. Uni yanada oshirish uchun. Menimcha eng katta tool bu yerda ChatGPT bo'lib qoldi hozir. U ChatGPT orqali haligi
juda katta haligi nima desa bo'ladi, foydasi juda ko'pda. Chunki masalan oldinlari biz birorta oddiy writingni ham tekshirtirish uchun tekshirtiradigan odamimiz teacher bo'lardi. Teacher ham vaqti bormi, yo'qmi u narsaga. Shuning uchun haligi bir-birimizni tekshirardik. Endi bir-birimizni levelimiz endi deyarli bir xil. Endi haligi usefulroq haligi maslahat ham ola olmasdik bir-birimizdan. Grammatikani u yoq bu yog'ini to'g'rilashdan tashqari. Hozir ChatGPTda hamma narsa paragraph organizationmi, coherence deyiladimi, cohesion haligi so'zlarni to'g'ri ishlatilishi va boshqa narsalarga juda katta yordam beradi. To'g'ri, o'sha to'g'ri ishlatilsa juda katta foyda o'sha. 9 olish ham bekorga ko'payib ketmadi, chunki shunaqa haligi let's say professional tool haligi readily available da hozir hamma uchun. Shuning uchun haligi ingliz tili darajasini masalan 8.5 da turganlar o'sha 9 ga harakat qilish uchun juda yaxshi narsa bo'ldi. O'sha oldin shu narsa yo'q bo'lgani uchun ham masalan 8 li bo'lgan, 8.5 li bo'lgan, 9 ga chiqish baribir haligi qiyin bo'lgan. Uning uchun haligi paid instruktorlar internetdan topib turib, keyin feedback olishga to'g'ri kelib qolgan menimcha. Shunaqa ChatGPT shu fine tuning qilish uchun juda ham yaxshi. Lekin o'sha to'g'ri ishlatish tartibi ham bo'lish kerak, chunki ko'p o'quvchilar men over rely qiladi ChatGPTga va natijada ularni hop qanaqadir ularga ChatGPT baribir zo'r ishlatadi, language model ustiga so'zdan zo'r ishlatadi. Shunaqa o'quvchida case bo'lgan. O'quvchi faqat shunaqa yozadigan bo'lib qolganda, written structure o'zgarmagan strukturada. Men o'zim ham ChatGPT bilan o'sha vocabulary grammar qismida har xil so'zlarni, har xil grammar structurelarni eksperiment qilib ko'rardim. Ko'pinchasini informal, optasha derdi. Imtihonda ishlatdim, menimcha yaxshi ball oldim shularga. Ya'ni shunaqa structurelarni ishlatdim. Imtihonda ham ozgina risk qilib ko'rdim. Ozgina strukturalarni ishlatib ko'rdim. Umuman ishlatmagan strukturamni ham bir marta ishlatib ko'rdim. Unaqa haligi catastrophic effect bo'lgani yo'q haligi. Backfire qilgani yo'qda narsa. Menimcha hozirda vocabularyni activate qilish eng yaxshi narsa bu birinchi o'rinda vocabularyni tubdan tushunib olish. Ba'zida men bitta so'zni tushunmasdan turib yarim soatlab research qilib chiqqan vaqtim bo'lganda, iloji boricha ko'p kontekstda ko'rish. Keyin haligi masalan baribir ko'p kishi vocabulary o'rganayotganda so'zni tarjimasiga ko'proq rely qiladi-ku. Ko'pchilik haligi menimcha hozirgi holatda definition bilan ishlamay qo'ydimikin deb o'ylayman. At least men o'zimni experienceim bo'yicha o'quvchilarim ko'p definition bilan ishlamayapti-da, baribir tarjima bilan ishlayapti. Tarjima baribir haligi nima desa bo'ladi, noto'g'ri yondashish deb o'ylayman so'zlarga, chunki yaqinda men bitta so'zni kechagina bo'lgan o'zi holat. Bitta o'quvchim extract degan so'zni endi olish, ajratib olish-ku, to'g'rimi? Extract degan so'zni shunchaki oddiy take degan ma'noda ishlatib qo'ygan. Ya'ni masalan nechtadir narsa turgan bo'lsa, o'shandan bir ikkita narsani olish degan ma'noda extract deb qo'ygan. Keyin men unga extract ma'nosini yaxshilab tushuntirib berdim va extract bunaqa holatda ishlatilmaydi. Extract asosan ko'pincha holatlarda baribir qanaqadir chemical process bilan nimadir boshqa narsani ichidan olib olish, qanaqadir process involvement bo'ladi. Oddiy bitta narsani ichidan ikkinchisini olish deganda extract, masalan men uni ichidan bitta olaman desa, extract bo'ladi deb bo'lmaydi, unaqa u noto'g'ri ishlatibsan deb tushuntirib berdim. Baribir o'sha narsa bilan ishlash, definition bilan ishlash, ayniqsa o'sha higher levelga yetgandan keyin o'sha katta yordam beradi deb o'ylayman. Chunki so'z o'zini yaxshilab tushunib olsa, keyin o'shani ishlatishga aloqador o'zi ChatGPT bilan haligi mini drilllar qilsa bo'ladi-yu. Masalan, mana shu so'zni ishlatadigan kontekstlardan menga ber, men o'zim o'sha yerga to'g'rilab qo'yaman deb turib, shunaqa mini drill qilsa menimcha yaxshi bo'ladi. Aktiv o'tkazishga o'sha so'zni menimcha katta yordam bersa kerak. O'sha ChatGPTda ham maxsus prompt yozish kerak. Birinchidan vocabularyni o'sha notga saqlab qo'ysa, keyin uni ChatGPTga shuni copy paste qilib pastiga yozadi. Men ko'pincha shuni qilardim. O'sha menga ko'p mashhur so'zga tepadagi changlar uchun misollar ber, ko'pgina misol ber. Misollarni shunaqa qilib yozish kerak. IELTS style examples deb yozish kerak. O'shanda faqatgina IELTS mavzularga tushadigan misol beradi. U activate qilishga yaxshiroq bo'ladi. Masalan, o'sha mavzu, o'sha so'z, aytaylik
shunaqa chunk oldingiz. Vocabulary yodlashda ham ko'pincha ko'p o'quvchilar individual yodlaydi bitta so'zni. Menimcha o'sha collocation sifatida yodlash kerak. Verb plus misol uchun subject, right? I mean noun, keyin verb plus adverb, adjective plus noun, like noun phrases qilib, keyin idioms qilib, misol uchun reduce socioeconomic disparities degan so'z bo'lsa, shuni olib turib, endi buni qanday ishlatishni qanday biladi? Chunki dictionaryda yo'q narsa. ChatGPT bilan yuzlansa yaxshi. ChatGPT ga aytadi, menga shu IELTS style example'lar ber. Keyin qavsiga yozib qo'yish kerak. O'sha chunkni suitabilitiesga asoslangan holda. Chunki ChatGPT shu majburan informal bo'lsa ham, akademik bo'lsa ham yoki spoken, o'ta spoken so'z bo'lsa ham writing deb tashlash mumkin. Faqatgina environmentda tushadi deb turib. Lekin o'ziga shu narsani misol essay qilib yozib beradigan bo'lsangiz, bu informal deb berishi mumkin. Shunaqada. Shuning uchun o'sha narsani yozib qo'yish kerak, prompt to'g'ri yozish kerak. Undan keyin menga ozgina exercise ber desa bo'ladi. Keyin o'zim example tuzaman, shuni tekshirasan desa, keyin qancha kamida 5 ta example bo'lishi kerak. Menga o'sha natural and close in meaning synonyms ber. Desa, sinonimlarni ham ko'rgandan keyin o'sha chunklarga boshqacha phrase ham bu yuqorida aytib o'tgan conclusion yozishda ham yordam beradi. Paraphrase qilishga ancha. Bu ham juda ham katta yordam beradigan. Men shu narsani juda ko'p qilardim. Katta yordam beradi. Muhimi vocabulary yodlayotganda muhim narsa collocation qilib yodlash, chunk qilib yodlash. Chunki yodlash oson bo'ladi, gap to'ldirish oson bo'ladi, fluency chiqarish yaxshi bo'ladi. Keyin prompt to'g'ri yozib, ozgina siz aytgandek practice qilish, train qilib. Shu, menimcha. Hop, mayli. Alashtirali ozgina. FC Barcelona. Oldingi savolni o'ylab, keyingisini o'tkazib yuboraman. Listening. Juda ham common mavzu. Bu narsa ishonavering-ku. Menda o'zi eng katta mavzu listening bo'lgan. Shu listening hamma asosan sectionlarda imtihon environment. O'zimda shunaqa holat. Practice jazba bo'lmasa, imtihon payti, imtihon environmentda exam pressure yaxshi perform qilaman-da har doim. Lekin listeningni qanaqadir oxirgi imtihonimda ham listening 8 martacha, 8 martacha practice qildim. Bitta 8 ham hammasi 9 chiqdi. Imtihonda lekin 8 chiqdi. Hali chiqishi mumkin bo'lgan eng past ball chiqqanda 5 ta xato qilganman. Hayronman. Nimadan bo'lishi mumkin? Keyin bitta narsani bilganman. Hozir savolga to'xtalamiz keyin. Multiple choice yoki section 2 qiyin bo'lib qoladi yoki section 3 qiyin bo'lgani qanaqa? Audioni polностью tushunaman, o'tkazib olmayman hech narsani. Tushish qiyin. Ba'zi bir savollar tushunmayman. Keyin o'ylab qarasam, ba'zi bir savollar javob aniq chiqadi, ba'zi bir savollarga javob closest in meaning. Ma'no jihatdan sal yaqinroqni olib ketiladi. Qolganlarini men tushuntirmagan bo'lar ekan. Shu eng qiyini. Shuni o'ylab qolib, to'xta qaysi biri deb turib 3 ta qiladi, passiglab o'tkazadi. Keyin uni retrieve qilguncha guess qilasiz, nima qilasiz? Shu bilan pishdi. Keyin o'zingiz tiklab olasiz reading writingga. Bu endi eng oddiy berilishi mumkin bo'lgan advice menimcha o'z bizga aytilgan narsalar ham hop birorta savol o'tkazib yubordingmi, u haqida o'ylamada bo'ldi, o'shandan kech degan narsa bo'lgan. Endi hop, ayniqsa listeningda bu narsa, masalan readingda ham даже birorta savolda o'ylanib qolib 5-10 minut sarflab qo'yish mumkin. Listeningda bu narsa o'ta haligi costly hisoblanadi, chunki bu yoqda gapirib ketayotgan bo'ladi. O'zi bittasini o'ylab qoldingizmi, to'g'ri, shunaqa holat bo'lib turib, ikkinchisi o'tib ketib qoladi, keyin buni ham o'zi topolmadingiz, uni o'tkazib yubordingiz, yana keyin ikkita qoldi, keyin yana qilasiz, keyin короче o'sha examda kayfiyat buzilib, yana battar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 39 ham 9 agar bittasini o'ylab qolayotgan bo'lsa, menimcha u narsaga ko'p vaqt sarflamasdan iloji boricha closest guess olib turib keyingisiga o'tib ketirish kerak deb o'ylayman. Chunki endi baribir boshqa iloji yo'q. IELTS exam baribir haligi o'sha boya aytilgandek shunchaki ingliz tilini emas, skillni ham tekshiradi baribir. U yerda qanchalik ming sizni listeningiz zo'r bo'lsa-yu, Eminem raplarni tushunasiz, bilan farqi yo'q. O'tkazib olsangiz u savol o'zidan kelib chiqib baribir guess qilib olmaydi javobini. O'shaning uchun shu menimcha agarda birorta savol o'ylantirib qo'yayotgan bo'lsa, o'sha keyingi segmentga o'tdimi, keyingi javob
chiqish boshlanyaptimi? Menimcha uni o'tkazib yuborish kerak. Ya'ni kechib Shunaqa. To'g'ri. Keyingi savolni o'ylamaslikka shu yerda yana holat bor, o'sha mavzu savol berilgan aynan. Keyingi savolni o'ylab o'qilayotgan savolga javob bera olmay qoladi o'quvchilar. Masalan, 21, 20 ko'pincha section 3 da bo'ladi. 21, 22, 23 savollar uzun-uzun. 21 o'ylayapti-da, keyin 22 informatsiyani hammasini o'qigandan keyin savollarni hammasini o'qib olish kerak, to'g'rimi? Tez o'qib chiqish kerak. Keyin miyada o'sha naval narsa bor. Ishlayapti, match qilguncha qiynaladi. Buni eng katta muammosi shu savolni oxirigacha o'qib bo'lmagandan keyin bolada o'zi anxiety paydo bo'ladi. To'g'ri. Nimaiki keyin nima qiladi? Ikkinchi savolni o'qib bo'lmadimi deb turib pastga bo'ladi. Unda eshitib turgan bo'ladi. Fokus o'sha 8 ta tarafga bo'linayotgan bo'ladi. Shuning uchun men aytaman o'quvchilarga speed reading yaxshi bo'lishi kerak. Juda ham speed reading. Undan keyin keyword tanish ko'p o'quvchilar nima qiladi? E'tibor bersangiz, paper davrida shunaqa bo'lardi. Listening boshlandi, mana shu tagga chizishni boshlashadi. Nimani chizishyapti bilmayman lekin. Lekin bu taraflarga men qo'shilmagan bo'lardim. Endi bilmadim haliga qolganlar holatini. Masalan, men paper versionda ishlaganimda men ham masalan at least notagga doq ketishim xuddi men o'zim holatimda attention focus qilishga yordam beradi menga. Masalan, doq chizib ketyapmanmi, haligi biror bir muhim keyword tagga chizmayotgan bo'lishim mumkin, lekin o'sha o'qiyotgan narsamni e'tibor bilan o'qishimga yordam berardi. O'shaning uchun narsam mana bu ko'rdim anchalik listening tarafi ayniqsa chizilib ketgan bo'lardi. Men o'zim ham lekin o'quvchilarimga eng aytadigan narsam birinchi o'rinda time is your biggest friend there and enemy. Listeningda eng zo'r narsalardan bittasi, masalan section 2 tugayaptimi, javobi 20-savolga javob chiqdi-da, undan keyin ham bir 5-10 sekund baribir gapiradi-da. O'sha javob topdingizmi, bo'ldi, uni eshitmang deyman. U sizga shart emas, 3 ga o'ting deyman. Chunki men o'zim uchun ham eng qiyin tuyuladigan section menga section 3 tuyuladi. Ko'pchilik 4 deydi. Endi menimcha balki lower levellarda shunaqa bo'lishi mumkin, chunki section 4 da haligi language academic bo'ladi, haligi yoki university lecture'ga o'xshaydi, so'zlari ham haligi qanaqadir terminlar ishlatish mumkin. Balki shunisi bilan shunaqa tuyulishi mumkin deb o'ylayman. Men uchun u section 4 bilan section 1 deyarli farqi yo'qda, haligi chunki ikkitasi ham filmda gap bo'ladi, ikkitasi ham bir kishi flow bilan gapirib ketadi. Men uchun section 4 da javoblar oddiy chiqadi. Section 3 da endi u boshqa mavzu, chunki at least 2 kishi gaplashadi, ba'zida 3 kishi gaplashadi. Keyin u yoqda haligi ko'p savollar multiple choice bo'ladi, u savoli ham uzun, javobi ham uzun bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda bu yoqda 6 ta narsa berib qo'yadi-da, bu yoqdagi 4 ta narsaga match qilish kerak. Mana uni gapir deb turib, qarochi informatsiya eslab qoladigan narsa section 3 da o'ta ko'p bo'lgani uchun menga eng qiyin tuyuladigan section 3 bo'ladi. O'sha yerda eng ko'p vaqt sarflash kerak va iloji boricha hamma savollarni o'qib, даже bir marta emas, agar yana vaqt qolsa, o'sha speed reading eng muhim degan narsalardan iloji boricha tezroq o'qib, tushunib, iloji boricha yana o'qib chiqishga harakat qilish kerak qaytadan deb o'ylayman-da. Menda shu hech qachon tagiga chizish rivojlanmagan. Haligi bir narsa o'qisam hech qachon tagiga chizmayman, chizmasdan shunchalik o'qiyman. Lekin buni unga compensate qilgan narsa strategy har doim o'qiyotgan narsamni o'sha savolni main ideyasi bo'ladi. O'sha main ideyani topib olaman. Keyin qanaqadir brain modulda o'ylayman, shu listening section 3 da. Hop, o'qiyapmanda savollarni o'zbekchaga tarjima qilaman. Contextualize qilaman, ya'ni ozgina kontekstga solaman. Ya'ni mana shu savol qanaqa qilib berilishi mumkin, qanaqa qilib paraphrase, qanaqa qilib mana shu savolni audiodan olaman. 5 ta savol berildimi, demak bilamanki, o'sha recordingga o'sha 5 ta savolgacha bo'lgan joyda nima bo'ladi? Mana shu savollar mana shu mavzuda gapiriladi. E'tibor bersangiz, ko'pincha listening section 3 da hop kishi bu yerga gapiriladi. Misol uchun Jane and Julian desa, Jane and Julian agree that their research project keyin ba'da shu verblar bo'ladi. Qanaqadir sifat ta'riflar bo'ladi. Shu ta'riflarda agree degan joyi muhimda. Birinchi so'z agree degani, misol uchun u ham agree qilish kerak, bu ham agree qilish kerak. Chunki ba'zida shunaqa holat qiladi. Bilmasdan, masalan, ishlayapsiz-da, ana bola bundoq qilsa-chi desa, ana qiz deydi. U hammi yo'qmi, bilmayman. U hammi yo'qmi, nima u bilmaymiz-da.
deb turib undan o'ylab qoladi, shundan qilib o'tib ketadi. Ana shunaqa holatlarda ham yaxshi eshitish kerak. Ko'pincha javoblarni mana intonation, intonatsiya ham ba'zi farq qiladi. Chunki bitta test yechganimda o'sha ovoz bilan javob bergan, shunda no bo'lib ketganda, no bo'lib ketgan. U degani u agree qilmagan, uchta variant aytgan. Birinchi mana fikrni aytgan, keyin ikkinchi fikrni aytgan, uchinchi fikr aytgandan keyin o'sha degan narsani uchinchi fikrga solgan. U degani mana 2 o'sha not given bo'lganmi, mana 3 no degani javob 1 bo'ladi degan. No, uni 1 deb aytmaganda. Mana shu joyi ham qiyin. That is skill test degizga hisoblanadi. U deyishadi, chunki u qanaqa section 3 ni purpose siz universitetga borsangiz ertaga o'sha IELTS oldingiz, universitet topshirdingizdan keyin o'qishga kirganingizda birorta o'quvchi bilan siz yaxshi gaplasha olasizmi? U bilan group worklar bo'ladi-ku, pair qilib qo'yadi. Shunaqa group worklar bo'ladi. Group workda. Keyin o'sha degani nima degani bo'ladi u? Mana uni aytmagan bo'lsa, yana qaytib so'ramaydi va o'sha birinchisi javob bo'lgan bo'ladi. Birinchisi agree qilgan bo'ladi. Chunki agar tipali indamaslik rozilik alomati degan fikrda ketadigan bo'ladi shu savol. Shunaqa. Shu savollarga men paraphrase qilib olaman. Savollardagi ichidagi keywordlarni chizmayman-da, shuni miyamda paraphrase qilib olaman, keyin yaxshilashtirib turaman. Menimcha bu narsa ozgina practice bilan keladi. Bolalar ko'proq practice qilish kerak. Ayniqsa imtihon yaqin bo'lsa, bir o'qigan bo'lsa, men o'ylaymanki, har kuni listening etish kerak. Bitta o'sha BBC Clickmap'da podcast eshitib turib, fokus yaxshiladi, 20 minut, 22 minutlik. Yaxshi qayta 2-3 marta eshitgandan keyin bitta listening qilib, uni restore qilib turib, shuni transcript bilan analyze qiladigan bo'lsa, o'sha listening o'sha holatga keladi, shunaqangi narsa. Chunki menda insecurity listening bo'lgan har doim. Doim listening bo'lgan, o'zg'oraverardim, tinmasdan o'zg'oraverardim. Masalan, reading, writing, speakingda nisbatan yaxshi bo'ladi-yu, uni listening tuz olganim uchun. Chunki bir marta hozirga 9 chiqqan xolos. Yo'q bo'lsa olsan. Shuning uchun menimcha keyingisini o'ylashda tez speed reading o'sha keyword, lekin nimani chizayotganini bilish kerak, albatta. Siz ishlaysiz o'sha keyword bilish kerak. Mening fikrimcha, triangle chizish, annotation bilish kerak. Mening fikrimcha, annotationga masalan keywordlarni chizib berish. Uning uchun balki low level narsalarga tushmas balki bu. O'quvchilar uchun balki ikki tagga chizish yaxshiroqdir. Okay. To'g'ri. Right. Sizlar uchun men nima bo'ldi? Menimcha mana keldi. Hop. Xo'sh. Hop, bu menimcha hammada bo'ladigan muammo. Part 2 da 2 minutni gapirishda qiynalaman. Bu hammada ham bo'lgan-ku muammo. Part 2 deb qancha qiynalganmiz u? Men birinchi shu haligi umuman esimdan chiqmaydi. Birinchi marta IELTS topshirganimda part 2 da topgini ham menimcha yaxshi eslamayapman. Qanaqadir kim bilandir kino ko'rganingizni describe qilib bering degan top tushganmi? Haligi umuman tayyorlanmagan, ko'rmagan topim tushib qolganda, shokka tushib, bilmadim, 1 minut 10 sekundmi, 20 sekund gapirganman. Shunchalik haligi kam gapirganmanki, bu yoqda examiner ham unda face to face bo'lgan, nomno qilyapti-da, haligi ularga gapirish mumkin emas. Nomno, ya'ni gapir deyapti. Men o'ylanib turganman, nima narsa deyapman. Okay, let's move on to part 3 deb turib o'tib ketgan. O'sha yerda o'sha haligi shokka tushib qolganman-da. Undan keyin o'sha narsani ta'siri part 3 ga ham o'tib, part 3 da bitta savolga umuman javob bermaganman-da. Umuman javob bera olmasdan qolgan. O'zi savol ham oddiy savol edi. Nima savol? Sports haqida ketyapti topic. Keyin so now we have talked about individual types of sports. Now let's talk about group sports degan. Group sports deyapti-da, yoki o'sha paytda team sports haqida ketgan, teskarisiga team sports haqida ketganda, davay endi individual types of sports haqida gaplashamiz degan. Endi u paytda 2017 da, adashmasam 2016-yilda o'sha olimpiada bo'lib turib, mana boksyorlar ko'pgina oltin olib kelgan o'sha yili. U paytda gapirsa bo'ladigan narsa o'ta ko'p edi-da. Men o'ylayapman, shuni boks xavliga keldi. Birinchi shuni boks xavliga keldi-da, yoki boksda 2 kishi bor deyapman. Bu yoqda coachlar bor. Bu individual emas deyapman. Hayolimda boshqa u exam pressure'da jinnecha narsa kerak. Tennis shuni kim bo'libdi, okay, tennis ko'tamiz. Shu tennis xavliga kelganda yana keyin tennis ham 2 kishi o'ynayapti. Bu individual emas deyapman-da. Shaxmatda 2 kishi. Haligi bir-biriga qarshi-ku. Unaqa narsa qabul kelmayapti. Ashuna o'tirib shokka tushganimda bitta savolga umuman javob bermaganman. Keyin savolni o'zgartirib boshqasiga ketdim. Examdan chiqqandan keyin men vashshe
pulni menimcha speaking 5 chiqadi yo'q deb turib tushib ketganda expectation. Keyin yo'q, lekin qanaqadir 6,5 chiqib qolganga. Men o'ylaganman, значит, shunchalik bo'lib turib 6,5 chiqqanmisiz, значит, balki fluency yoki grammardan kamroq xato qilgandirman, boshqa narsalarni ko'tarib bergandir, значит, o'zi yaxshi javob bersa chiqasa bo'lar ekan degan narsa bo'lganda, keyin ikkinchi marta topshirganimda hamma narsa yaxshi bo'lgan. Part 2 da ham normalni gapirganman menimcha, savollarning hammasiga javob bergan. O'shanda 8 chiqqan ikkinchi marta topshirganimda. Endi hozir bu yerda 2 minut gapirish haqida gap ketyapti. Ozgina off topic chiqib ketib qoldik. O'sha aytmoqchi bo'lganim, bu narsa ko'pchilikda bo'ladi. Birinchi muammo men o'ylashimcha bunda topic familiar bo'lmasligi. Agarda birorta o'sha sizga tushgan topik familiar bo'lmasangiz, bu topikni ko'rmagan bo'lsangiz, tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz, hech qanaqa idea bo'lmasa, o'shanda albatta o'sha 2 minut gapirishingizga 2 minut gapira olmaysiz. Katta to'sqin o'sha familiar bo'lmaslik deb o'ylayman. Endi ikkinchi holati menimcha fluency, idealarni to'g'ri organize qila olmaslik. Yana bitta eng muhim narsalardan menimcha o'sha beriladigan preparation time'ni yaxshi ishlatmaslik. Chunki 1 minut bekorga berilmaydi. Men ko'pincha holatlarda kuzatgan narsam 1 minutda o'quvchilar gap yozadi. U yerda gap, u bitta gap yozsang, u bitta gapirganingdan keyin qolganiga nima deysan deyman-da. Haligi u 1 minutda to'g'ri ishlatishni bilish kerak deb o'ylayman. O'sha har bitta birinchidan savolni yaxshilab boshdan oxirigacha o'qib turib tushunib olish kerak. O'shanga bir 10 minut, 10 sekundcha vaqt sarflab turib, keyin qolgan vaqtga har bitta pointiga men aytadigan narsam, masalan, 4 ta point bo'ladigan bo'lsa, har bittasiga bittadan keyword yoz. O'sha keywordni yozganingda gapirmoqchi bo'lgan gaping esingga tushsin deyman. Masalan, bittadan keyword yozib chiqadi, keyin yana vaqting bormi, o'sha keywordni endi uni expand qil deyman. Uni shuna strelka yozsanda yana bitta so'z yoz. Ya'ni mana shundan keyin gapiradigan gapingni keywordini bunga yoz deb turib, короче, ideani shuna qilib organize qilib olgan. Har bitta pointga at least gapiradigan bitta narsang bo'lsin deyman. O'shanda menimcha shunaqa vaqtini, o'sha berilgan preparation time'ini menimcha yaxshi ishlatsa, hech bo'lmasa 1,5 minut bemalol gapira olsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'zi 1,5 dan 2 minutgacha degan, 1,5 minut gapirish ham okey, lekin iloji boricha 2 minutga taqilgan yaxshi deyiladi. Nimagaki it's a chance for you to show the examiner how well you can speak. Yana bitta eng muhim narsalardan men aytadigan narsam, hech qachon part 2 da lie qilmagin deyman. Ya'ni iloji boricha o'zing experience qilgan narsani aytishga harakat qilgin. O'shanda haligi detail qo'shish yoki ba'zi bir holatlarda follow up question ham berib qo'yadi-ku part 2 dan keyin. O'sha narsalarga javob berish oson bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Gapiradigan narsangni eslab qolish, agar o'sha topikka prepare qilgan bo'lsang, o'zingga aloqador experience dan kelib chiqib tayyorgarlik ko'rgan bo'lsang, o'sha narsani yaxshilab eslab qolasan. Shunchaki ChatGPT ga shuna partuni tashab turib, mana shunga 2 minutlik banni aylantirib bergin deb turib o'shani yodlab olgan bo'lsang, baribir u narsani eslab qola olmaysan. Yoki birorta detalni orada tushib qolsang, keyin qolgani ham o'sha ketadi deb turib shunaqa deyman. Menimcha o'sha narsalar ham muhim. To'g'ri. Menda sal boshqacharoq, ancha boshqacharoq ekan. Hop, mana part 2 experience'im, part 2 speaking experience yaxshi bo'lmagan ko'pincha holatda. Shu 6,5, 7,5, 7. Keyin undan keyin 8,5 yaxshi bo'lgan. Orada o'sha 7 dan 8,5 saklashi asosiy narsa o'sha paradigm shift bo'lgan narsa bu speakingda o'sha muhim ikkita narsani tushunish. Birinchisi fluency, ikkinchisi aytganingizda fluency, ikkinchisi exam'ni qiziqtirish. Exam'ni qiziqtirish. O'sha masalan part 1 ning purpose nima? Sangiz o'sha chet elga borsa bu bola yoki o'sha kandidat o'zi haqida gapirib bera oladimi? Qanaqadir mavzu bersa, you like what's your favorite color desa, qanaqadir boshqacha javoblar bermaydimi? That's an interesting question. Ya'ni to'g'ri savol berishni, to'g'ri javob berishni tanisha oladimi umuman? Like socialize qila oladimi? Shunaqasini tekshirishda asosan. Endi part 2 nima maqsadi? Bu
albatta story, birorta storyni Yes. to'g'ri aytib beradi. Endi story aytayotganda, misol uchun eng muhim narsadan desa bu menimcha Intrigami? intriga, keyin qiziqtirish, u yerda agar link bo'lishi deb o'ylayman. Link bo'lishi. Keyin to'g'ri, shunaqa yana bitta narsa o'zi masalan vaqtga aytilyapti-ku, 2 minut gapira olmayman degan narsa. Men ko'pincha background information bilan boshlagan deb turib bu narsani tushuntiraman, lekin yana bitta hozir tushuntiraman nimaligini. Yana e'tibor bergan bitta narsam bu o'sha background information berish haligi nima desa leveli pastroq o'quvchilarda ishlamas ekan, chunki harakat qilar ekanda eplab qo'yar ekan deylik, boshqacha umuman boshqa off topic gapiraveryapti. Masalan, aytaylik describe the decision that made a huge impact on your life degan narsa bo'lsa, ko'pchilik haligi boshlaydigan narsasi now I would like to talk about a decision that had a huge impact on my life deb boshlaydi-ku, bu generic boshlashda haligi nima desa bu narsani hamma shunaqa boshlaydi. Menimcha bunaqa boshlash yaxshi emas deb o'ylayman to'g'risi. Bu narsa part to storymi? Bunga story narsa qilayotganda ham storyni o'zida srazi gap nima haqida ketayotganini bittada gapirib ketilmaydi-ku. Siz haligi main ideyani boshda berib qo'yapsiz. U qiziq qolmaydi-ku. O'shaning uchun men o'zi aytadigan narsa u vaqt ko'proq haligi cho'zishga ham yordam beradi. Background information bilan boshla. Masalan, for example, till now I've made a lot of decisions and some of them had a huge impact on my life, and now I want to talk about the one that happened a few years ago deb turaligi topki to'g'ridan to'g'ri aytishmas, o'sha narsani qog'ozga o'rab boshqacharoq haligi background information bilan kelsa menimcha qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman-da. O'sha siz aytgandaqa qiziqtirish haligi baribir ham odam sizni evaluate qilyapti-da, haligi bu yoqdagi haligi language skilllaringiz plus boshqa narsa ham qo'shib olsangiz o'sha ham baribir yordam beradi deb o'ylayman. Men ko'proq haligi oldinlari ham shunaqa o'ylardim-da, haligi masalan 9 olish uchun speakingdan 9 olish uchun deb o'ylayman. Nafaqat haligi ingliz tilisi zo'r bo'lishi kerak, balki haligi gapirayotgan narsalari ham haligi ancha meaningful, haligi sanda o'ylantiradigan gaplarni gapirish kerakmikin deb o'ylayman. Masalan, part 3larda gapirganda. Oxirgi marta kirganimda ham masalan part 3larda gapirganimda maza qilib gaplashib, kulishib gaplashib chiqqanman-da, kulishib yoki gap javob berayotganda qanaqadir haligi rhetorical savollarni berib turib, shunaqa qilib maza qilib gaplashib chiqqanman. O'zim ham mamnun bo'lganman. Endi part 1da haligi qilgan xatolarimni o'zim bilardim, o'shaning uchun katta expect qilmayotgandim. O'sha 8 chiqqan. O'sha menimcha o'sha xatolarni ham eliminate qilib turib, haligi bemalol maza qilib gaplashib chiqsa, bemalol 8.5 9 olsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xuddi shunaqa. Hozir transa o'ylab qoldim. Qiziqtirish deganda ba'zi storylar ilsangiz kinolar o'rtasidan boshlanadi. To'g'ri. 20 yil avval deb turibman. 20 years ago. Ashtaqa boshlab qo'yish kerak imtihon kirib. So I'm in chaos. I had to press that button deb. The story happened deb turib, o'sha exam qiziq bo'ladi. Nima boshchi ekan, qanaqa buttonni bosish kerak edi bu deb misol uchun. Qiziqarli o'ta ham. Mendagi speaking o'sha part 2 storytelling ability ni tekshirish bu degani bitta texnikani foydalanaman har doim ishlaydi. Даже topic unfamiliar bo'lsa ham, topic endi hozir bukletda 105 ta 120 ta mavzu bor. Unga tayyorlanish вообще unrealistic-da. No, eng muhim bitta qiladigan ishim men shunaqa kiramanda, o'sha cue card berildi menga, mana bullet pointlar bor-ku. How it was, when it was, how did you feel? Ashlar hammasini ignore qilaman. Ularga gapirmayman. Chunki agar masalan o'shalarga gapiradigan bo'lsam, xo'p, when it was masha paytda how it was misol uchun manaqa bo'lgan, how did you feel, ecstatic, yoki happy, yoki sad bo'ldi. Shunaqa so'zni yozdim. One minute preparationda shunaqa qilib ko'rganman-da, practice'da ham, imtihonda ham. Men ham ashu 4 ta savolni bir standalone question deb oladida, keyin ashlarga javob berishga harakat qiladi. Undan tashqari chiqmadi. Story to'qib olish qobiliyatimni deb restrain qilib qo'yadi narsa. Shunaqa his qilganman o'zimda. Javob beryapman-da, ash savollarga qarab qaytaryapman. O'quvchilarda ham xuddi shunaqa narsa bo'lar ekan. Yaqinda mock oldim bitta o'quvchidan. U o'quvchi story aytayapti, bitta pointni takrorlayapti. Ya'ni how it was, how did it feel? Ash narsani 3 marta gapirdi.
3 marta takroran gapirdi, bu уже baloni tushirib yuboradi. Nimaga? Chunki hop anaqa fluency ichida desangiz o'sha cohesion coherence ham bor. Cohesion coherence degan muhim narsa progression of your ideas, ya'ni ideyalar bitta ideyadan boshqa ideyaga progressiv bo'lib o'tib ketishi. Bitta ideya takrorlanaversa, cohesion coherence past bo'ladi-da, u fluencyga ham ta'sir qiladi, chunki yangi narsa gapirmayotgan bo'ladi. Даже o'sha gapirayotgan paytda yaxshi so'zlarni ishlatsa ham, ko'p o'quvchilar chiqadi 7.5 oladi. Men zo'r gapirdim aslida, mana shu so'zlarni ishlatdim. Bu so'zda haqiqatan ham C1, C2, lekin bali 7.5 yoki 6.5 dashi ba'zida. Nima uchun? Bu o'zimda ham bo'lgan, o'sha qishda o'tgan yili 2024-yil qishda topshirgan imtihonimda 7 ball qo'yib berganingiz ham, lekin men zo'r so'zlar ishlatganimni eslayman. No chiqib turib complain qilaman, keyin EOR qildim, appeal qildim, 7 o'zgargani yo'q. Keyin shok bo'lganman, o'sha confidence tushgan. No keyin safar o'sha har xil insonlar bilan gaplashib ko'rdim, speaking haqida, feedback oldim, feedbackni yaxshilab tushunib chiqdim. Keyin imtihondan 2 kun oldin IELTS Advantage videosini ko'rganman. O'shanda bitta o'quvchi bilan ishladik, 6 dan 8 ga ko'tardik speakingni 2 hafta ichida. Nima bo'ldi? Prosta uni biz psixologiyasiga ishladik, xolos deyapti. Endi shuni o'yladim men. Shuncha yil tayyorgarlik ko'rildi mana, shuncha narsa qilindi. Hammasi shu psixologiya bo'ladigan bo'lsa, bunda o'zimiz bilan o'ylab chiqaylik, misol uchun fikrlar. Miyani ichida bu tashqaridan narsa, bu osonroq deal qilish. Masalan, o'zini bosib narsa qilish. Xo'p, bu yerda o'sha eng katta narsa bullet pointlarni olib tashlashda, chunki ular distract qiladi. To'g'ri, ularning vazifasi prosta o'sha bizga kandidatga yordam berish. O'sha storiesini narsa qilish uchun, meni connect qilish uchun, structure qilish uchun, shu uchun yaratilganda ularning purpose. No, ularni men olib tashlayman-da, keyin story tuzaman. Story ichida problem bo'lishi kerak. Agar story ichida problem bo'ladigan bo'lsa, unga solution izlaydi miya, сразу. Imiga solution izlagandan keyin u story o'ta meaningful chiqadi. Ishlatayotgan so'zlar emas. Agar examinerda qanaqadir story berilmasa, uni qiziqtirilmasa, ishlatayotgan so'zlarni effekti nima desa bo'ladi? Lasting bo'lmaydi. Ya'ni qolmaydi so'zlar, esda qolmaydi-da so'zlar. Chunki meaningful story ichida woven bo'lib ketish kerak-da, o'rilib ketish kerak. Bo'lmasa tugaydi. Masalan, describe a trip that you took with your friends degan bo'lsa, o'shanda masalan aytsak bo'ladi. We took off early in the morning. Keyin we had mashinaqa device-free journey deb aytsak bo'ladi keyin. Yana but everything was normal until deb turib, ozgina o'sha problemga enter qiladi. Everything was normal and perfect until yani ozgina to'xtaydi, ozgina suspense yaratib turib, keyin aytadi our car got flat tire. And we were in the middle of nowhere, right? No signal, no help. Like we tried to call for help, right? And wave our hands at the passing cars. Nobody stopped, right? Mashinaqa deb keyin bittasi to'xtadi. To'xtatib turib biz bolalarimiz almashtirishga yordam berdi. Keyin biz davom etdik, bordik. O'ta sarguzashtlarga boy bo'lgan kun bo'ldi, lekin o'ta unexpected narsalar ham ko'p bo'ldi. Menimcha shu narsa, aynan shu unexpected narsalar bu tripni special qilgan va ko'p rasmlarga tushganmiz. Hech qachon o'ylamagan, cho'l o'rtasida o'sha keladi. Hozir men planlashtirmayman mana shu gapni. Lekin problem bo'lgani uchun men o'sha gapirib ketyapman. Introvert inson ham, umuman gapirmagan inson ham problem bo'lgandan keyin, o'sha problem gapirib bo'lgandan keyin unga yechim qidiradi. Sразу уже 2 minutdan o'tib ketadi. 100% har doim. Problem bo'lmasa lekin story tugab qoladi. Masalan, trip qanaqa bo'lsa, bir xil adjektiv takrorlanadi. Zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan rasmlar tushdi, noquldi, zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan rasmlar tushdi. Bir xil ideya takrorlanaveradi. Hop, qanaqa bo'lgan? No, progression bo'ladigan bo'lsa, уже har tomonlama ulangan bo'lsa, part 2 zo'r chiqadi, keyin o'zi ham qanaqadir fulfilled his qiladi. O'sha yerda bullet pointlarni ignore qilish part 2. In unfamiliar question keladigan bo'lsa, question unfamiliar bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, shunaqa cue card turibdi. Describe an unusual building that you saw. Turibdi. Endi qarab turing. Unusual building qanaqa? Bizda son Namanganda unusual building uncha yo'q. Yo'q. Qanaqa unusual building bo'lishi mumkin? Unusual building qanaqadir bunaqasi chiqqan, misol uchun. Yoki describe and nima bo'lishi mumkin-da. Buni yana qiynashtirgan joyi, masalan, aytishingiz mumkin. Falling Tower, Bizanskaya bashina, shuni aytish mumkin, uni o'qib turgan, ozgina distraksiya bo'ladi. Lekin unda ham siz aytgandan keyin ko'rib bormaganman. Distraksiya qilmadim, rasmda ko'rganman. Endi aytish mumkin, describe an unusual building that you went to see degan bo'lsa, unda bunda nima qiladi? Masalan, bunda nima qilaman men? Ko'pincha background degansiz, backgroundni ko'paytirib yuboriladi. Masalan, unusual building boshida aytib qo'yadi, Samarqandda edi deb, u building haqida gapirmaydi. O'sha building haqida bo'lgan
o'sha building haqida kamroq gapirib, o'sha building atrofidagi experiencelar haqida ko'proq gapiradi. Masalan, tripga borgan. Tripga bordik, oilamiz bilan uxlayotgandim, lekin uyga turg'izishdi. Ertalabida keyin yo'lda mazza qilib quality family time bo'ldi. Bir xil narsa, hech kim bilmaydi, mashina tuzilib bo'ldi, keyin yordam berdi. U ichida aytish shartmi, unutib qoladi. Misol uchun kimdir demokrat berdi, demokrat tarjimasi bilmaydi, o'ylab turishyapti. Davom etib ketdi, keyin Samarqandga yetdik, hotel book bo'lgan ekan, joy yo'q ekan, keyin bitta joyda turdik. Qarindoshimiz ikkita telefon qilib, oxiri narsa bo'ldi. Keyin building haqida o'sha 1 minut gapirib bo'ldim, endi 1 minut building haqida qoldi. No, building tour guide oldik, keyin biz 2 oy aytdi, keyin bitta building tour kelib qoldik. Tour adashib ketib qoldi, building o'zimiz ketib qoldik. Qarasak, bitta g'alati qanaqadir uzun tower, hech qanaqa narsasi yo'q, kirish bor xolos. It looked like a tower from my favorite series, Marilyn desam bo'ladi. She doesn't care, like as long as it's a story. Mana shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa. Keyin ko'p yordam beradigan narsalardan, masalan, bu yerda ayniqsa guruhda practice qilinadi-yu, birorta yaxshi ideyani olishdan uyalmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki yoki birorta yaxshi ideyani qayta gapirishdan. Chunki masalan, guruhda siz bu narsani 100 marta gapirgan bo'lishingiz mumkin, boshqalar, bu ya'ni shuni gapiryapti deyotgan bo'lishi, lekin yo'l kirganda siz uni birinchi marta gapiryapsiz. Uni bilmaydi necha marta uni gapirganingizni. O'shaning uchun yoki boshqadan olganingizni, buni mana kishining javoblarini ko'chiribdilar demaydi u yerda, deymanda. O'sha boshqalardan ideyani olaverish kerak, haligi zo'r narsami, idea zo'rmi, o'shani qaytadan gapirishga uyalmaslik kerak. Masalan, o'zi topiklarni ham haligi categorize qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Masalan, triplar haqida o'zi 5-6 ta cue cardlar bo'ladi. O'shanga bitta common narsa topib faqat o'sha topib tushadigan bo'lsa, faqat o'shani gapirsa bo'ladi. Iloji boshqa narsa famous personlarni bitta kategoriya qilsa bo'ladi. Shunaqa qilib topiklar bo'yicha ishlashda ham menimcha o'shalar yordam beradi. Vaqt manage qilishda ham shu. Lekin siz aytgan mana narsa pointlarga e'tibor bermaslik degan, menimcha bu yuqoriroq darajalarda yaxshiroq ishlasa kerak deb o'ylayman. Chunki baribir o'sha aytganingizdek, u ideani organize qilish uchun, haligi flow natural bo'lish uchun qo'yib qo'yilgan-ku, unda u baribir u narsani olib tashlasa hech qanaqa muammosi yo'q, u haqida gapirish majburiy emas. No, menimcha haligi boshlang'ich holatlarda speaking o'zi maksimum 6 bo'lib turgan bo'lsa yoki maksimum 7 bo'lib turgan bo'lsa, menimcha o'shandan baribir foydalanish kerak. Endi speaking o'zi fluency chotki, grammar chotki, vocabulary zo'r. Endi o'shanda ham endi 7 dan o'tolmayotgan holat bo'lsa, inaki o'sha narsani, o'sha barrierlarni, o'sha aytganingizdek bitta framega solib qo'yadi debsiz. O'sha narsani olib tashlab turib, keyin o'zi bemalol story qilib gapirish kerak deb o'ylayman. Chunki menimcha lower levellarda bu narsa ko'proq baribir foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman, u pointlardan foydalanib gapirish. To'g'ri. Shunaqa. Mana, masalan, sinadingiz. Menimcha zikitmi? Yo'q, men hozir 2 minutni oldimmi? Yo'q, mana 2 minut. Okay. So writing ham grammatik jihatdan yomon emas, lekin baribir 6 chiqmayapti. Undan hamma qayerda? Hozir savol sal g'alatiroq menimcha, chunki grammatika tarafdan umuman muammo bo'lmasa-yu 6 ham chiqmayotgan bo'lsa, u Muammo deykan misol. Muammo savolda. Mana. Men off-topic ketayotgan, nima endi boshqa muammo? Menimcha grammar jihatdan muammo bo'lmasligi, lekin 6 chiqmasligi, 6 chiqmasa 5.5 chiqishi kerak. Yoki 5 chiqmasa kerak, 5.5 chiqayotgan. Balki 7 chiqmayotgandir. Keyin mana 7 chiqmayotganiga javob beraylik. Chunki 6 chiqmayotgan bu grammatikadan muammo bo'lmasa 6 chiqmayapti deyish xatoda menimcha. Chunki grammatikadan muammo bo'lmayapti. Значит, yoki umuman off topic yozib olish kerak, grammatikadan muammo bo'lmayotgan bo'lsa, yoki informal yozayotgan bo'lish kerak, bilmadim. balki tasqondir. Tasqon ko'p bo'ladi-da. Tasqonda misol uchun testos o'quvchilar shunaqa, testos 7 chiqqan. Scorbergdan berganmiz, writing 6.5, writing 7, testos 7, testos 7.5 chiqqan, taskmoni 5.5, 6 chiqqan. 5.5 ko'pinchasi. Task response grammar zo'r bo'lishi mumkin, vocabulary ham yaxshi bo'lishi mumkin. Grammar zo'r deganimiz hatto 50% dan 60% dan oshiq gaplari to'g'ri.
Yaxshi, u degani o'sha 7 ga tortadi deganda. No, ba'dan task response bilan, task achievement bilan cohesion, coherence possible mumkin. Chunki task planni bilsangiz, asa mechanical reporting, ko'rgan narsasini misol uchun x rose to y, y to z, shunaqa yozib tashlash, komment bermaslik, Balki- overview yaxshi yozmaslik, shu narsa berish mumkin. Opinion qo'shib yuborayotgan bo'lib qolishi ham mumkin. Opinion, tasdiqlanishi. Tushunarli. Endi savol beruvchi Ancha. o'zi bo'lsa o'sha misol uchun mana shunaqa holat deb tushuntirib bersa, savol yaxshi tushunadi. To'g'ri. Davay unda shunaqa qilaylik, 7 ga deylik mana. 7 ga qilsa ancha yaxshi bo'ladi. 7 nima uchun chiqmasligi mumkin? Aslida shu yerda ham grammatika tortib qolish mumkin, lekin grammatikada muammo bo'lmasa, muammo boshqa kriteriyada bo'ladi. Shu boshqa kriteriyadan masalan qilib chiqamiz. Yo, menimcha grammatika muammo emas deganda aytaylik, grammatikadan xato qilmayapman degan narsani o'zi nazarda tutilyapti. Chunki baribir grammar and lexical resource deganda shunchaki grammatikada xato qilyapti, qilmayapti emas, balki qanaqa complex yoki advanced structurelardan foydalanyapti degan joyi ham bor-ku. Bu grammatikada balki oddiy grammatika ishlatib yozayotgandir. Balki hech qanaqa complex structure yo'qdir. Bilmadim, noun phraselar qo'shilmagandir yoki clauselardan foydalanmayotgandir, to'g'rimi? Yoki conditionallardanmi yoki Range. Menimcha muammo o'shandadir balki. O'sha taraflardan ko'rish kerak. Endi baribir bu bunga qanaqadir bitta umumiy yechim berish qiyin. Hozirgi holatda bu savol o'zidan kelib chiqib, o'sha aytganingizdek, o'zi odam o'zi shu yerda bo'lganda qo'shimcha savollarni berib turib balki javob bersa bo'lardi. Endi hozir spesifik qanaqadir javob bera olmaymiz. Shu aytganimizdek, birinchi o'rinda grammatika deganda bitta narsani tushunish kerak hamma. Grammatika bu shunchaki masalan is ishlatadigan joyda are ishlatib qo'ydi degan narsa emas, balki aytilganday range, haligi qanchalik siz har xil strukturalardan foydalanyapsiz degan joyi bor. O'sha narsalarga e'tibor berish kerak, iloji boricha balki varietyni ko'paytirish kerak. Keyin endi bu yog'iga keyin haligi so'zlarni to'g'ri ishlatilyaptimi? Keyin o'zi organization, body paragraflarni nimaga asoslanib organize qilindi, to'g'ri organize qilindimi, ideyani yoritilayotganda bunga haligi support berildimi, explanation berildimi, mini conclusion berildimi degan o'sha taraflar ham baribir katta rol o'ynaydi. Baribir writing deganda faqat grammar, it's not all about grammar. To'g'ri. Lekin o'sha task response, cohesion, coherence, keyin vocabulary ham muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa vocabulary tarafdan ko'pincha o'quvchilar vocabularyda oldi olib qo'yadi. Format yaxshi bo'lmaydi. Informal ko'p so'z ishlatiladigan bo'lishi mumkin yoki shunaqa narsa bor. O'sha criteria yozib qo'ygan vocabulary uchun uses uncommon vocabulary with some awareness of style dedi. Bu degani uncommon vocabulary ishlatadi, lekin o'sha awareness of style degani o'sha so'zda bir-biriga qanchalik natural tarzda bir-biriga tushishi, collocation bo'lishi. Ana shu narsa. Ba'zida colloquial phraselarni ishlatmaydi, bir-biriga tushmaydigan so'zlarni ishlatib qo'yadi-da. Natijada o'sha narsa pasaytirib yuborishi ham mumkin. Boshqa jihatdan cohesion, coherence gaplar o'rtasidagi linking mechanical bo'lib ketishi mumkin. Har bitta gap masalan cohesive device bilan boshlansa, furthermore, moreover, har bitta gap furthermore, moreover bilan boshlanaversa, keyin as a result, umuman tushmagan joyda ham o'ta unnatural qilib qo'yadi linkingni. Gaplar o'rtasidagi referencing ishlatish xatolari olti qilib qo'ygan narsa juda ko'pda. Buning uchun olti qilib qo'yayotgan har qanaqa narsani o'rganish kerak. Ya'ni eng yaxshi yechim bu grammar yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, o'zini o'sha 6 variantli essayni, 7 variantli essayni ko'rish kerak. Teacher 7 variantligini ko'rish kerak, 8 variantligini ko'rish kerak. Yoki o'zi ko'p 6, 7, 8, 9 variantli. 8, 9 shart emas hozircha. 6, 7, 8. 6, 7 bo'lmasa. 6, 7 essay o'rtasida qatorma-qator solishtirish. Hop, 6 bunaqa, bu sen yozganing, bu mashaq sen yozasan. Mana 7 yozilgan, bu mana o'quvchiniki yoki bu mana teacherniki, senki essayni shu ozgina improve qilib berildi. Bir xil idea, bir xil essay bo'lishi kerak, boshqacha mavzu emas. Qatorma-qator ko'radi. Ha, mana qatorda bu ekan, bu qatorda buni yozilgan ekan. Mana buni yozilgan ekan. Men nima uchun bular xato qildim? Aslidan bir 10-15 ta ko'radigan bo'lsa, o'sha exposure ko'paygan sari o'sha bemalol o'sha xatolarni tushunadi-da. U ko'pchilik xatolarni tushunmagandan keyin o'sha unconscious o'sha narsani qilaveradi-da. Keyin shu bir xil ballik praktik qiladi. Keyin o'sha aytganingiz, menimcha scoring kriteriyani ham baribir o'qib chiqish kerak deb o'ylayman.
men ham oldinlari u narsaga ko'p e'tibor bermagandim. Menimcha scoring kriteriyani yaxshi tushunib olish kerak. Masalan, nima qilsa 7 oladi-yu, nima qilsa 8 oladi degan narsalarni tushunib turib, masalan, unda consistently 6 chiqyaptimi? Okey. Nimadan menda 6 chiqyapti? O'shani kriteriyasini o'qib turib, значит men shunaqa xatolar qilayotgan ekanman deb turib, o'sha narsaga urg'u berib, o'sha narsani qilmaslikka harakat qilishda, menimcha o'sha ham katta yordam bersa kerak. X-Examinerlar o'zi guide kriteriya bo'yicha shunaqa kitob bor. X-Examiner's Guide to IELTS Writing Criteria degan. O'sha kitobni o'qib ko'rishsa bo'ladi. 5 dan 8 gacha bo'lgan har balli cho'tib chiqishgan. Keyin Cambridge kitoblarini har bir Cambridge kitobi orqasida essay deb berilgan. Essayga esa examinerlar o'zining kommentlari bor. O'sha kommentda ham examinerlar har xil ta'riflab berib chiqishgan. O'sha joyni ko'rishsa ham bo'ladi. Keyin ko'p instruktorlar ham kanallarda yozib chiqqan o'sha 6, 7, 8, 9 o'rtas essay o'rtasidagi farqlar, o'shalarni ko'proq nazorat qilsa, ancha foydali resurslar qatoriga kiradi shular. Shu menimcha qoniqarli javob bo'ldi. Menimcha yaxshi, shu. Keyin shu tortay, keyin shular. Shu kulminatsion savol, shu podkastimizda menimcha eng sentral savol. Ko'p harakat qilyapman, lekin natija yo'q. Balki ingliz tili men uchun emasdir. Do'stim, ingliz tili aynan siz uchun. Xo'p, siz ham ko'p harakat qilyapman. Ingliz tili men uchun emasdir. Nima deb o'ylaysiz? Ingliz tili u uchun emasmi? U uchun emasmi? Men uchun master degan narsa yo'q. Aytaylik, masalan, agarda o'sha odam Amerikaga tug'ilganda inglizcha gapirib ketardi-ku, to'g'rimi? U men uchun master degan narsa yo'q. Endi harakat qilyapman deyilyapti. No, harakatni ham masalan qanaqa harakat qilinyapti, nimaga e'tibor berib harakat qilyapti, o'zi work smart not hard deydi-ku. O'sha taraflarga ham menimcha e'tibor berish kerak-da. Okey, xo'p, kuniga 10 soat dars qilayotgandir. Nima qilyapti shu 10 soatda? Nimalarga e'tibor, nimalar ustida ishlayapti? O'zi approach to'g'ri approach olganmi yoki o'sha kerak emas narsalar bilan yuribdimi degan narsalar bor. Birinchi o'rinda menimcha baribir o'zi teacheriga rostdan ham ko'p harakat qilayotgan bo'lsa, teacher men rostdan ko'p harakat qilyapman, bo'lmayapti desa, menimcha o'zini o'qituvchisi ham juda yaxshi haligi advice bersa kerak. Chunki rostdan ham ko'p harakat qilayotgan bo'lsa, naborot teacher xursand bo'lib, shuna ozgina yo'nalishimni to'g'rilab qo'ysa, ancha natijalari ancha yaxshilanib ketsa kerak deyman. O'zi shunaqa IELTS instruktori ishi menimcha, men o'zim shaxsiy fikrim bu. Xo'p, ko'p o'qitadigan narsa IELTS dabda yo'q. Agar 7 gacha boradigan bo'lsa, ko'p o'qitadigan narsa yo'q. Masalan, asosiy score bo'lishi reading listening. Reading listening misol uchun to'g'ri o'rgatish kerak. Masalan, question type o'rtasidagi farq, ozgina discussionlar bo'lishi kerak. Lekin ular ham masalan, prosta tarjima qilib berish xolos-da. 5-6 darsdan keyin o'sha o'quvchilar qanday qilish o'rganib oladi. Qanaqa yo'lda praktik qilishdi. Endi o'qituvchining vazifasi o'quvchini kuzatish, monitor qilib turish, qayerga qarab ketyapti. Progress bo'lmayaptimi? Ozgina change'lar qilish, ozgina individual, ozgina tailored practice qilish, ozgina unga mos individualniy podxod qilish. Ana shunaqa narsalarda ba'zida o'sha motivatsiya ham berish. Shunaqa. Mendagi fikr bu o'sha teacherimiz ham aytadilar, bu ingliz tili, bu til, matematika misol uchun misollar chiqadi. Javob, to'g'rimi? Bunda bunday qilmasligi mumkin. Masalan, praktika ichardik, bir kun 36-37 chiqdi. Xursandmiz, o'sha bizning targetlarimiz 8,5, ketadigan joyimiz Amerika, Mashhur universitet, MIT. Ikkinchi kuni narxoz. Uchinchi kuni Nando topshirib qo'yamikin deb turib. 4-kuni Rossiyaga ketamikin degan holatlar ham chiqib qolgan. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bu balo o'ynab turadi-da. Praktikalarga ham bog'liq bo'ladi, ba'zida fokusga bog'liq bo'ladi. Har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Bu narsani prosta accept qilish kerak. O'quvchilarda shunaqa narsa bor. They just get worked up about result. Ya'ni shunaqa xoliq qilib ketadi-da. Natija bo'larmikin, nima qilayin deb turib. Bu masalan, ovqat emas, pishirib qo'ygandan keyin srazo bu ancha deb pishirgan ovqatda. Bu sumalak bu. Bir 4-5 oylik sumalak desa ham bo'ladi bu ayolda. Qaynatlarida oxirida shu zo'r chiqish uchun ko'proq qaynatish kerak edi-ku, ovqat shunaqa o'xshagan narsa bu ham. Endi bu yerda asosiy narsa
Men hech qachon menda hattoki natijam, mana qarang, imtihonim bo'ladi 1 hafta oldin, 1 hafta 10 kun oldin ekan. 10 kun oldin reading ichaman 33 ta chiqyapti. Ertasi kun reading ichaman 34 ta chiqyapti. Men o'zimni ko'tarib urib narsa qildimmi? Yo'q. Unaqa qilganim yo'q. Imtihon kiraman, readingim 9 chiqyapti. Readingga misol uchun 35 kunda tugatganman. Bu qanaqangi meditatsiya qilish boshqa narsadan chiqib chiqmagan. Bu shunchaki trust the process. Jarayonga ishonish kerak, har doim jarayonga ishonish kerak. Praksisda o'sha shunaqa humbling experience bo'lgan yaxshi. Praksisda misol uchun 6,5 tinmay chiqyaptimi? Shunaqa holatlar bo'lgan. O'quvchida, mana bitta o'quvchim 8 oldi IELTS. 7 dan 8 sakragan. Reading listening 9 chiqqan. Hech qachon u readingni ishlamagan. Masalan, ishlagan readingga, ishlagan listeningga tushmagan umuman. Predictiondan foydalanib, shu Cambridgedan foydalanib, ozgina men o'zim testlab berganman, authentic testlar tayyorlab, hech kim. 5 kun oldin mock topshirgan, mockda 17 ta chiqqan readingga. 17 ta. Kelmaysiz. 17 ta chiqqan, men o'zim hayron qolganman. 5 chiqyapti, uni o'zim qattiqroq tegib, bundan oldin urishganman. Lekin o'sha paytda kasal edi, istimalayotganda, lekin balki o'sha ta'sir qilgan. Lekin 17 ta chiqish endi nergani. Lekin uni praktikada ballari readingga eng ko'pi 7 chiqardi. Eng ko'p listeningga 7,5 chiqardi. Lekin undan oldingi skordagi listeningga 8,5 edi. 7,5-8 atrofida chiqardi-da listening. Reading 7,5. Eng ko'p o'sha ko'pincha holatda o'rtacha 6,5 ham chiqqan ko'p. 6 chiqqan paytlar ham o'sha ko'p bo'lganda imtihoni bu anaqa mockda 5 oladi. Imtihon kirib 9 reading listening. Perfect score. Bu prosta ayol qiz worry qilmasdi-da. Wow, nima bo'ladi, siqilib narsa qilmasdi. Tavakkal sababini qo'lidan kelgancha qilgan, oyog'idan keyin tavakkal. Jarayonlarni juda ham zo'rlab qilib qo'ysa, ancha natija imtihonda juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin uning uchun aytgandaki work smart not hard, ya'ni nima u balki muammo, balki grammatikani o'rganmasdan turib, o'quvchilar shunaqa bor, IELTS'dan o'tdim bo'ldi, grammatik o'rganmayman. Nimaga? Chunki IELTS'da topmayman. General English eng muhim narsa. General English yaxshi bo'lmasa, bu yoqda o'sish ham o'ta qiyinlashib ketadi. O'smasligi ham mumkin-da даже. Lekin General English Foundation va shu zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'zi aytaylik IELTS etapga o'tganda IELTSdagi bir ikkita narsalarni tushuntirib qo'ysa, o'zi srazi 7 ga sakrab boradi-da, agar foundation kuchli bo'lar, robust bo'ladigan bo'lsa. Yana bitta narsa, men ko'p aytadigan narsam, tayyorgarlik ko'rayotganda o'quvchilar iloji boricha yuqoriroq natijaga intilib tayyorgarlik ko'rish kerak deb o'ylayman. Masalan, ko'pchilik menga 7 yetadi-ku deydi. O'sha narsa 7 yetadi-ku degani uchun ham tayyorgarlik 7 ga yarasha bo'ladi. Lekin bu test one time performance test qiladi. Siz o'sha imtihon kunida sizga nima bo'ladi, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi, balki o'sha siz aytgandek birorta balki kasal bo'lib qolar, bosh og'rib qolar, birortalik ozgina muammolar chiqadigan bo'lsa, o'zi maksimal 7 gacha tayyorgarlik qilgan bo'lsa, abilities 7 bo'lsa. Okey, agar hamma narsa chotki chiqsa 7 olish mumkin, lekin ozgina nimadir neto ketadigan bo'lsa, o'sha 7 ham 6,5 bo'lib ketib qoladi-da. Endi masalan 8,5 ga intilib harakat qilsa, o'shanga yarasha effort qilsa, keyin imtihonda bu biror narsa neto ketsa ham o'sha narsa pasayib turib 7,5 o'zi xohlagan ballga yeta oladi-da. Ya'ni o'zi xohlagan balldan baribir ham yuqoriroqqa intilib harakat qilish kerak deyman. O'zi shunaqa IELTS shunaqa oylab tayyorgarlik qiladigan imtihon emas, menimcha. 2-3 oyda yaxshi baza bilan IELTS normal ball olsa bo'ladi, 7,5 8 ham. Buning uchun shu bazaga bir taqadi barcha hamma narsa. Shu baza yaxshi bo'lsa imtihon. Keyin root cause'lar, problemalar, grammar xato bo'lishi mumkin. Grammarda tinmay xato qilavergan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin uni to'g'rilamaydi. Ko'p o'qiydi, grammar xato. Bu mavzuni o'rganmaguncha befoyda bo'ladi. Kitob o'qimaydi, practice techaveradi. Bu ham katta narsa. Bu xuddi ovqatga, yana ovqat. Bu osonroqda, chunki masalan o'quvchilarga ovqat desa sразу tushunadi, ovqat xo'p. Qurilishdan gapirsangiz qizlar tushunmay qolishi mumkin. Umumiy mavzu ovqat. Hamma biladi ovqat qilib tayyorlash. Ovqatga masala tashlamasdan suvni qaynataverishdi. Yoki yana bitta misol, ozmoqchisizda, ozish uchun qanday dieta qilish kerak, yoki semirmoqchisiz, ko'proq kaloriya yeyish kerak. Buni kaloriyaga sababini qilmasdan turib,
taroziga torttiradi. Qanday chiqadi mumkin? Har xil kiyimda har xil chiqishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ba'zi kiyimda past, ba'zi kiyimda yuqori chiqishi mumkin. U siz bo'ldi degan illyuziyani beradi-da ba'zida. 1-2 ball farq qiladi, 1-2 gramm farq qiladi deyapti. Keyin ba'zida lekin hech narsa o'zgarmagan bo'ladi, imtihon kirsa asli past bo'ladi. Ya'ni o'zi qo'ygan targetdan past bo'ladi. Shuning uchun oldin skill oshirish kerak. Agar IELTS 5.5.5 chiqayotgan bo'lsa, IELTS borligini unutish kerak bu bola. IELTS yo'q, faqat ingliz tili bor. Ingliz o'qigandan keyin kimdir unga IELTS tanishtirish kerak. IELTS ga imtihon bor, bilasanmi deb. IELTS tayyorlash boshlaydi, 2 oyda yani yaxshi bo'ladi. O'quvchilar practice echiradi. O'quvchim 4 ta practice qilib ketdi. Homework qildim desam 4 ta practice qildim dedi. Necha chiqdi desam, hammasi 26 minut chiqdi. 26 minut. 4 ta practicegacha ham, mayli, 4 ta qilibsan. 4 ta practicegacha ham tushunmadim, 3 ta practicegacha ham tushunmadim, bariga oshmayotganligini desam, bari qilib ketdi-da narsani. Shunaqa o'quvchilar endi tez nimadir bo'lishni xohlaydi-da. Aslida shunaqa emas. Bir to'xta shu bilan keyin ancha yakunlaymiz. O'zimga yoqadi desam, lekin skor past chiqadi. Nega? O'zimga yoqadi. O'zingizga yoqsa, bosavering. O'zimga yoqadi. O'zimga yoqadi. Bu yerda ham katta illyuziya bor. Essay o'ziga yoqish. O'zi nimada jihatdan o'ziga yoqadi? Inson gapirishi, narsa qilishi, qanaqadir yodlagan so'zini ishlata olsa, qanaqadir yaxshi, odatiy tarzdan boshqacharoq qilib yozadigan bo'lsa, o'shani o'ziga yoqadi. Lekin o'ziga yoqadi, u degani examiner yoqadi degan emas. Biz examiner yoqadigan qilishimiz kerak. Savolga o'zimga yoqadi, lekin past chiqadi. U yoqdi degani u yaxshi chiqadi degani emas-ku. Endi hammaning standart har xil-ku. O'ziga yoqqan essay, masalan, o'z leveli 6 bo'ladigan bo'lsa, 6chalik zo'r yozib qo'ygan, qarasa hamma narsa cho'tki turibdi, xato yo'q. O'ziga zo'r yoqyapti-da, lekin buni tekshirsa, bu yoqda so'zlarni noto'g'ri ishlatib tashlagan, grammatikasida xatolar bor, organization coherence, o'sha cohesionlarda xatolar bor. U o'zimga yoqdi degan narsa, o'sha u narsani hayotdan chiqarish kerak. U taraflama hech qanaqa haligi yoqdi, yoqmadi deb turib, essay evaluate qilinmaydi. Bu qanaqadir skulptura yasash, saqlashda emasda. To'g'ri. Asosiy narsa bu yerda examiner ko'zi bilan qarash. Essayda shunaqa, examinerlar qanaqa bo'ladi? O'zini emas, inson o'quvchini, essayni o'qiydigan insonni o'ylash kerak. Gapirayotganda ham o'zini emas, ishlayotgan insonni o'ylash kerak. Chunki shunaqa narsa bor, Einstein ham aytgan, adashmasam Einstein aytgan gaplar. 7 yoshli bolaga tushuntira olmasangiz, nima uni siz bilmaysiz. Shunaqa. Keyin o'sha ko'p bo'ladigan narsalardan, masalan, essay yozyapti-da, qanaqadir orada pronoun ishlatib ketadimi, keyin bu pronoun nimani anglatyapti desa, mana buni anglatyapti deydi. Boshqa narsa-ku bu yerda bu narsani anglatmayapti-ku desa, mana xayolimda shunaqa deydi. U sen xayolingni o'qimaydi-ku examiner, sen uni iloji boricha clear qilib yetkazib berishing kerak. Har bitta so'z nimaga bog'liqligini ko'rsatib qo'yishing kerak deyiladi. O'sha o'ziga essay yoqayotgan bo'lsa, xayolda o'sha hamma connectionlari cho'tki bo'lishi mumkin. O'sha yozgani boshqa kishi o'qisa ham xuddi shunaqa ma'noda, xuddi shunaqa organization clear bo'lsa, keyingina menimcha skori ham yaxshi bo'ladi. Shu kursda siz aytganingizda nima demoqchi bo'lgansiz mana desa, bu yerda shu fikrni aytmoqchi bo'lganman-da deydi. Siz o'sha fikrni nima demoqchiligingizni essayingiz savol qoldirmaslik kerak-da. Amplification, imply qilmaslik kerak. Exam telefon qilmaydi-da, masalan. If any for further questions, call me at the website telefon qilib. What did you mean in this sentence? deb turadi. Examiner to'g'ri o'zi so'rag'li. Email yozyapti. Good. To whom it may concern deb yozyapti. Unaqa narsa bo'lmaydi albatta. U aniq taniq qilib berib ketish kerak. Reader ko'proq o'ylash kerak. O'shani yutadi. Examiner ko'zi bilan qarash kerak. Shunda menimcha yaxshi ball chiqadi. Hop, menimcha bu savollarni ko'pini endi boshqa safarga. Mana ko'proq turib tursa, xudo xohlasa menimcha yaxshi savollarga javob berdi, yaxshi bo'ldi. Tamam. Shu. Mayli. Menimcha yaxshi. Teşekkür. Discussion yaxshi bo'ldi. Rahmat. Rahmat.